حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا. Allohga qasamki, doim Qur'on bilan birga bo'lib, uni faqat Allohning roziligi uchun o'qigan kishini Alloh mukofotsiz qoldirganini ko'rmaganman va eshitmaganman. Taxminan 2 yil oldin shu gaplarni bir misrlik birodarimizga aytgan edim. U birodarimizning moliyaviy ahvoli og'ir edi. Shunchaki og'ir emas, balki juda og'ir edi. Uning 4 qiz farzandi bor edi. Alloh ularni yaxshilik bilan mukofotlasin. Birodarimiz farzandlariga Qur'on o'qishni o'rgatar edi. Men unga, birodar, doim ixlos bilan Qur'on o'qiydigan insonni Alloh mukofotsiz qoldirganini ko'rmaganman dedim. Birodar, mendan qanday qilib Alloh mukofotlaydi deb so'rama. Chunki u Alloh qanday mukofotlashni o'zi biladi. U senga o'zing kutmagan joydan beradi. Bir necha oydan keyin o'sha birodarimiz menga qo'ng'iroq qilib shunday dedi. Menga aytgan o'sha gaplaring esingdami? Men unga ha deb javob berdim. Meni dadamning amakisi bor edi. U vafot etdi va uning meni dadamdan boshqa merosxo'ri yo'q edi. U bizga 4 qavatli uy qoldirib ketdi. Dadam yagona merosxo'r bo'lgani uchun menga men senga 2 qavatini beraman dedi. Bittasida oilang bilan yashaysan, ikkinchisi esa Qur'on o'qish uchun bo'lsin dedilar. Bundan keyin men unga men senga aytmaganmidim dedim. Birodarlar, Qur'on Allohning kitobi, uni o'qishda ixlosli bo'ling. O'qitayotgan shogirdingiz sizni yagona maqsadingiz bo'lsin. Qalbingizga shayton vasvasa qilishidan ehtiyot bo'ling. Shayton sizni dunyo manfaatlari bilan aldab qo'ymasin. Masalan, odamlarni maqtovi va hokazo. Odamlar sen haqingda gapiradimi, gapirmaydimi, nima farqi bor? Odamlar kim? Oddiy tuproq. Aytinglarchi, kimdir tuproqqa e'tibor beradimi? Faqat u est-past bo'lsagina e'tibor beradi. Odamlardan Robbisini qoldirib, uning bandasini fikriga qiziqish bu est-pastlik alomati emasmi? Allohdan boshqasiga e'tibor bermanglar. O'qi va ko'taril. Dunyoda o'qiganingdek go'zal va sahih o'qi. Seni faqat shu qiziqtirsin. Qur'on ahli bu Allohning ahlidir. Mana shu sizlarni ilhomlantirsin. Kim o'ziga necha marta qani men ham Qur'on ahlidan bo'lsam edi deb aytgan. Shu maqsadda harakat qilib yuribsizmi? Alloh halim va rahimli zotdir. Balki Alloh bizni ahli Qur'ondan qilar. Biz bundan foydalanib qolishimiz kerak. Hammamiz qayerda turishimizdan qat'iy nazar, mayli u yerda bir dona ilm talabidagi odam bo'lsa ham, unga rad javobini bermang. U shogirddan kim chiqishini siz bilmaysiz. Ibn Jazariyni dunyoning eng buyuk olimlaridan biri bo'lishi uning shayxlarini xayoliga kelganmikan? Alloh subhanahu va taolo kimgadir nimanidir bermoqchi bo'lsa, siz hayron qolasiz. Shuning uchun ta'lim berishda hech kimga rad javobini bermang, hatto u yagona shogirdingiz bo'lsa ham. Keyinchalik u shogirddan kim chiqishini siz bilmaysiz. Bu gap hamma birodarlarimizga, shuningdek opa-singillarimizga ham tegishli. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shu maqsadda jo'natilmaganmidilar? U zot shunday qilmaganmidilar? Alloh uchun o'qiting, faqat Alloh uchun. Bizni ummatimizni yuksalishi uchun, Allohning kalomini tiriltirish uchun o'qiting. Alloh qachonki ularning o'zlaridan oyatlarni tilovat qiladigan, ularni poklaydigan va ularga kitob va hikmatdan ta'lim beradigan rasul yuborib, mu'minlarga rahmat ko'rsatgan. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning vazifalari edi. Kim shu vazifani davom ettirsa, u payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning merosxo'ri hisoblanadi. Uning mas'uliyatidan qochmang, uning ajrini bu dunyodan izlamang. Odamlarning hurmatini izlamang. Masalan, hurmatli shayx, hurmatli qoraka, bu nomni keyin nima qilasiz? Kitoblarimda nima deb yozishimni ko'rganmisizlar? Qur'on xodimi deb yozaman. Buni men o'zim uchun yozaman, odamlar uchun emas. Menda Qur'on xodimi unvonidan ko'ra faxrliroq darajam yo'q. Bu esa eng oliy maqomdir. Men Allohdan Qur'on xodimi degan maqomni jannatda ham qoldirishini so'rab qolaman. Birodarlar, jannatda hammamizga joy yetadi. Bu dunyo esa tor.
Men o'zimni Qur'on xodimi deb aytsam, boshqa bir odam ham o'zini Qur'on xodimi deb aytaydi. Bunda hech kim bir-biridan xafa bo'lmaydi. Aksincha, men o'zimni qorilarning shayxi deb aytsam, boshqa birov chiqib, "Yo'q, men qorilarning shayximan" deydi. Va yuqori martaba uchun talashadi. Nima uchun talashadi? Shu dunyo uchunmi?